Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar, tinchmi? Va nihoyat bugun asal olyapmiz. Arilar ham mazza qilib ishlayapti. Hozir asal olishni ko'rsataman. Ana tabiat. Tabiatda bir mazza qilib o'tirib, hasharchilar kelgan 6 kishi bo'lib asal olamiz. Butkani ichida asal olyapmiz. Ko'rsataman. Mana bu to'r arilar kirmasligi uchun. Sizlarni olmayman. Tak, mana bu bitta baraban. Bunda 4 ta romka ketadi. Tak, bu yerda ikkita pichoq romkalarni kesishga. Mana bu asal uyi, nima deydi? Abreska deydi. Romkalar bu yerda turibdi. Va mana bu barabanda taktak shonda. Ana 12 ta romka aylanyapti. Mana shu asal bo'ladigan uycha. Endi u tomonga qaranglar, ana o'qilay. Ana bu yerda ishchilarimiz uchun sharoit, ventilyator bor, suv, choy, hamma narsa bor. Faqat hammom yo'q. Ana akamiz ishlayapti. Yashang aka. Ana Dimar ichiga tesak bilan yaxshi tutlaydi. Ichiga keyin bir qoshiqcha selitra arilar spokойный bo'ladi. Yuvosh bo'ladi. Bu ham bir sekret. Xo'p, ikkita instrument ishlatyapman. Mana bu romkalarni siljitadi, bunisi bilan ushlaydi. Ko'raman, asali bormi, qaytib qo'yaman-da. Bu bilan ushlab, romkani ushlab, bitta tugmani bossam aka silkitadi. Mana shu ikkitasi bilan asal olyapman. Sarkunam miriyor. Давай. Endi o'zan shuni asalni olamiz. Ana asal romka. Marama. Dana kom diga bu so imurti kurte gibi. Так. Аппарат лишний. Bitta ushlaymiz, olib chiqamiz. Ya. Og'ir. Ana. Ana asal. Marhamat. Bu tuxum. Buni asalni olmaymiz. Asal, ozgina tuxum. Buni asalni olamiz. Ya bismillah. Mana sizlarga ko'rinsin.
Marhamat. Tak. Bu tuxum. Tuxum romkalarini asalini olmaymiz. Tuxumi ko'p, ozgina ustida asali bor. Ularni olmaymiz. Ozgina tuxumi, ha. Ha, bu ham katta tuxum, ko'p tuxum. Tak. Ana bu asalga o'xshayapti. Rahmat. Yo'q, buni. Ha, mana bu tomoni tuxum ekan. İkinci tomoni asal. Shuning uchun buni ham olmaymiz. Tak, tuxum. Tuxum. Tak. Tak. Tuxum. Bo'sh ramka. Zo'r tuxum. Mana bu nima? Bu gulchang, ozgina tuxum. Buni ham asalni olmaymiz. Bo'ldi. Birinchi romka. Birinchi romka. Mana ko'rinyaptimi? Ha, birinchi romka asal, keyin gulchang, keyin tuxumlar. Shu bilan bu qutidan 3 tami 4 ta asal romka oldik. Bo'ldi. Buni hozircha ha. Mana bo'sh romkalar qo'yamiz, shu bilan yopamiz. Marhamat. Tak. Bo'sh romka. Bo'sh. Bo'sh romka 2. Va bo'sh romka 3. Bo'ldi. O'zida bir romka kuchli asal qoldi va chala-chala asallar, tuxumlar bilan qoldi. Bo'ldi bu oila. Uch romka asal agar 2,5 kilodan bo'lsa agar yoki 3 kilodan bo'lsa 9 kilo asal bitta qutidan oldik. Barakasini bersin. Devonay Amin o'zi bilan o'zi gaplashib asal olib o'tiradi. Tak. Ay. Yana bittasini asalni olamiz. Kimga qiziq bo'lsa ko'raveradi, kimga qiziq bo'lmasa o'tkazadi, oxirini ko'radi, xulosa oxirida bo'ladi. Shu tutun bilan yaxshi ishlash kerak. Xavfli narsa bu. Ba'zi bir joylarda ajar bo'ladi. Shu uchun bu tutundan chiqadigan axlat, issiq toshchalar chiqadi. O'shalarning ustiga suv sepib turish kerak. Bir pajar bo'lsa agar hamma arilar kuyib ketadi. Ari qutilar kuyib ketadi. Xo'p. Chiqay. Yop. Bismillah. Labay. Xo'p. Bu quti o'zi ko'rinyaptimi? Kameraga. Qani? Ko'raychi. Yaxshi, zakoni ko'rinyapti.
Xo'p. Ozgina tuxum bor, bu yog'i asal. Buni asalni olamiz. Yo, bismillah. Gaz. Tamam, hamjam shumi? Ha. Marhamat. Ha, marhamat. Bismillah. Xo'p. Tak. Qani, qoch. Qani, chiqay. Voy, og'ir ekan. Tak. Amakjon, marhamat. Ana asal. Запечатанный. Bittasi 4 kilomi, 5 kilomi? Tak. Asal. Buni ham qoqib olamiz. Bundan keyingisi ham asalga o'xshayapti. Undan keyingisi ham asalga o'xshayapti. Tak. Bo'lmasam ketdik. Ya bismillah. Marhamat. Ana bu asal. Ana yana bitta. Tak. Endi tuxum romkalar chiqyapti. Tuxum romkalar. Chiqay. Nima ekan ko'rib chiqaychi? Tuxum. Zo'r tuxum. Tak. Tuxum qo'yamiz joyiga. Nima ekan? Bu ham zo'r tuxum. Bu ham qo'yamiz joyiga. Tak. Ya bismillah. Qani. Ozgina tuxum, ozgina asal. Tursin ha joyiga. Qani bu nima ekan? Bu zo'r tuxum. Buni ham joyiga qo'yamiz. Tak. Yo'q, bale. Asal olish jarayoni boshlandi, xudoga shukr. Bu ham tuxum ozroq turaversin. Tak, bundan keyingisi qani, вообще zo'r tuxum, dahshat tuxum. Zo'r tuxum, tak. Bunisi nima ekan? Bu ham zo'r tuxum. Qoladi. Tak. Qani bu nima ekan? Bu faqat gulchang. Xo'p. Birinchisi asal, gulchang, u yo'g'i hammasi tuxum qoldi. Hammasini jipslashtirib tashlasam ham bo'ladi. Tak. Bismillah. Kiray joyinga. Qani. Bizlar ehtiyotkorlik qilmasdan tezroq ishlaymiz, asalni tezroq olaylik deb. Ba'zan onasini o'ldirib qo'yamiz, ba'zan o'lib qolgan onani o'rniga darhol pastdan ona beramiz. Zapas onalar bor hamma vaqt. Xo'p. Tak. Bundan ham bilmayman 4 romkami 5 romka asal oldik. Böyle yapamiz buni. Belga qo'yamiz hozir kamerani. Bu tomondan ko'rasizlar. Hozir men bitta pauza qilay. Tak, ketdi endi bu tomondan.
Kamerani bu yerga qo'ydim. Endi bu ipi nima deydi? To'g'ridan olib ko'rasizlar. Bu parovoz. Eski mikrorayondagi parovoz. Parovoz. Tak. Qochay. Qoch hozir o'lasan. Ajal keldi, qoch. Tak. Ketdi. Qani, qoch. Xo'p, bitta ikkita asalni olib Bismillahirrohmanirrohim. Qani, chiq. Qani. Birinchisini olish qiyin hamma vaqt, chunki arilar propolis qilib tashlaydi. Ana. Oldik. Oldim. Asal. Niyatamak. Marhamat. Tak, davom etamiz. Bitta asal oldim. Mana ikkinchisi, xudo xolasa. To'liq asal, mana boshdan oxirigacha. Qo'yamiz u. Apparatni olib vibrator bilan tozalaymiz. Bitta bo'lsak, har tushib ketadi hammasi. Marhamat. Og'ir narsani ko'tarib, zo'rg'a gapiryapman. Tak. Endi tuxum romka chiqishni boshladi. Mana. Polniy tuxum shokolad. Qop-qora tuxumlar. Mana, undan keyin nima? Bu ham tuxum. Nima tuxum? Ana. Nima ekan? Bu ham tuxum. Qani bu nima ekan? Bu ham tuxum. Tak. Bu nima ekan? Bu ham yap-yangi oppoq ramka, ham ichi to'la tuxum. Joyiga qo'yamiz. Tak. Bu nima? Zo'r tuxum. Tak. Yana zo'r tuxumlar chiqyapti. Tuxumlarning hammasini oldinga siljitaman. Oldinga faqat tuxum bo'ladi. Teshikka, litokka yaqin bo'lsa, arilarga yoqadi. Eshikni oldi salqin bo'ladi. Shuning uchun eshikni oldida bular tuxum qo'yishni yaxshi ko'radi. Tak, davom etamiz. Yana zo'r tuxum. Buni ham joy orqaga. Zo'r tuxumlarni joy orqada. Yangi tuxumchalarni eshikni oldiga bo'ladi. Tak, bu ham tuxum. Tuxum juda ko'p. Juda ko'p tuxum. Bu bir tomondan yaxshi tuxum ko'pligi, chunki yaqinda paxtaga ximikatlar, pestitsidlar urishni boshlaganda ko'pchilikni arisi o'lib qoladi. Bizda ham o'ladi, to'g'ri, o'sha payt. Lekin masalan 20 romka ari bir 8 ramkasi o'ladi. Tak, 12 romkasi qoladi va o'sha 12 romka mana bu tuxumdagi romkadagi tuxumlar birdaniga chiqqaniga evaziga yana tez to'lib, yana tez asal olib keladi. Shuning uchun bizlar tuxum romkalar qancha ko'p bo'lsa, shuncha xursand bo'lamiz. Ba'zilar aytadi-da, buncha tuxum ko'p, asal qani deb. Yo'q. Hammasi yaxshi. Mana bu gulchang ekan. Gulchangni mana bu yoqqa qo'yaman. Tak. Qani mana bu nima ekan asalni? Qani. Yo'q, bu ham gulchang. Bo'ldi, bo'lmasam oldinda ham gulchang bor, orqada ham gulchang bor. Bo'ldi. Tak. Endi mana bu romkalarni hammasini oldiga siljitsam, shu bilan bu o'ylani ishi tugaydi. Tak, bunaqa emas, bunaqasiga olishim kerak. Juda propolis, mana bu yerlarda propolis ko'p, shu uchun romkalar siljishi qiyin bo'lyapti. Undan ko'ra ko'tarib qo'ysam osonroq. Tak. Mana bu yerda ikkita mushta romka sig'adi.
O'shani qo'yamiz, uni asal bilan to'ldirib tashlaydi. Nasib bo'lsa inshaalloh. Tak. Bo'ldi, buni ham hozircha yopib qo'yamiz. Keyingisiga o'tamiz. Endi bunisini ochamiz. Bismillah. Yine televizorga buramadim. Shap telefonkadan bu televizorga buramdan darkor budas. Paga asalmi kerak, buni aytaman. Ertaga televiziyaga 4-5 ta samarqandlik asalarichilarni chaqirishgan. Men uzr dedim, bora olmayman dedim. Asal olaman dedim. Shunaqa gaplar. Xudo xolasa hali ko'p televiziyaga chiqamiz. Tak. Ketdi, boshlandi. Yo, bismillah. Marhamat. Mana bu jo'rubcha bilan qo'g'adlar o'zi. Miyata bor, miyata. Miyata, dahshat. Arlar hammasi qochadi. Xo'p, biz ishimizni davom qilaylikchi. Bitta asal oldik. Mana bu 2 ta asal bo'ladi, 3 ta asal. Tak, 4 ta asal. 5 ta asal. Bittasini oldik, yana 4 ta asal bosib ko'raychi. Bismillahirrohmanirrohim. Ana asal блестящий. Marhamat. Qani. Asal блестящий. Ay, matchning bor, matchning o'ldirib tashlash kerak. Marhamat. Ya'ni gumbak. Gumbak hozir biz asalni olsak agar ular qochmaydi, chunki qochish uchun bularga asal kerak. Asal ko'payganidan qochamiz deyapti-da, yaramas. Ham malades, ham yaramas. Asal olib kelsa malades, qochaman desa yaramas. Bismillahirrohmanirrohim. Marhamat. Qani, keyingisi ham asalga o'xshayapti. Ko'raychi. Yo, juda ozgina asalcha, ozgina. Tak, buni shu yerga qo'yamiz. Bo'sh romka hisobiga. Tak, bu asal. Tak, qoqishga tayyorladim. Bunisi-chi. Bunisi ham asali, lekin juda yangi romka, sinishi mumkin, shuning uchun medagonga qo'ymayman, shu yerda tursin. Tak, bunisi nima ekan? Bunisi ham ozgina asalchasi bor. Tak. Qo'y. Yo, bismillah. Ana asal. Bilmayman, 5 tami, 6 tami romka asal oldim bu yerdan. Tak. Hozir. Marhamat. Deymiz. Tak, instrumentni olamiz. Ko'ramiz nima bu. Bu ozgina asal, bunda tak. Yo'q, bu tomoni yaxshi asal ekan. Buni olaman. Bunisi nima ekan? Bunisi ozgina asal. Tak, bunisi-chi. Mana. Bunisi gulchang. Gulchang, tak. Bunisi-chi. Bu romka brak, buni brak deganim bunday bo'lgan, buni medagonga tiqib bo'lmaydi, shuning uchun qoladi bu. Qoladi. Birinchisi asal bo'lsa, ikkinchisi shunchaki qoldirdim, uchinchisi
Tak, ozgina kam asal. Yo'q, bu gulchang edi. Uchinchisi mana bu ikkitasi asal. Bu ikkitasini olamiz. Ya, bismillah. Qani. Bu oilada tuxum juda kam ekan. Menimcha qochib ketgan bu oila. Yarim asalni olib ketgan, yarimi turibdi. Marhamat. Ya'ni mana gumbakdan urib chiqqan, ana shu yerdan yangi ona chiqqan. Shuning uchun bunda hammasi deyarli asal, tuxum yo'q. Ona yo'qda tuxum qo'yishga. Bitta cho'pchani mana bunday qo'yamiz. Lattasini yopamiz. Lattasini yopib, qutisini ham yopamiz. Mana. Davom etamiz keyingisi. Asal olish qanaqa bo'ladi deganlarga ana shu videomiz Xudo xolasa yoqadi. Like, payk, o'zlaringiz bilasizlar. Xohlasangiz like, xohlasalaringiz sertsa. Like, подписка, qo'lingiz nimaga tegsa bosa bering, ha? Tak. Ha? Yurakcha, purakcha. Tak. Menga ana shu instrument juda yoqdi. Ham romkalarni nima deydi, bir-biridan qimirlatishga, bu yer esa birdan romkani ushlashga, agar shunaqa nima deydi, ari oilasi ko'p bo'lsa agar, arichilar shundan olsa zo'r ekan. Mana buni ham asali yaxshi ekan. Olamiz. Bismillah. Mana pechatka qilgan. Tak, pechatka qilgan. Marhamat. Запечатанный мед deydi-yu. Pechatli miyot bu 100% pishgan miyot. 100% pishgan asal, ichida suv bo'lmaydi. Suvini arilar quritib tashagan bo'ladi. O'zi asal olish 30% pechatka qilingan bo'lsa, bironta ramkani bo'ldi, o'zi boshlash mumkin. Shunaqa qonuni bor asal arichilikda. Undan oldin agar asal olsa, hali romkani yopmasdan u pishmagan asal va u asal nima deydi? Achib qolishi mumkin. Shuning uchun shu narsaga e'tibor berib asal olish kerak. Mana bu ham asal, arisi ham ozroq, shuning uchun qo'l bilan qoqsam ham bo'ladi. Marhamat. Meni ishim faqat shu romkalarni qoqish. Romkalarni qoqib berishim kerak. Tinmasdan. Marhamat. Keyin mana amakim borlar, amakim shipirgi bilan shipiradilar arilarni. Boshqa akamiz bor, mana ichkariga uzatadilar, ichkaridan olib chiqadilar. Ichkarida yana ikkita ayollar bor, videoga oldim. Ular medagon, ya'ni barabanga qarashadi. Marhamat. Apajonlar. Marhamat. Tak. Hop, endi tuxum romkalar boshlanyapti. Hay mayli. Bitta ko'rib chiqaychi. Tuxum romkalarni. Tak, tuxum shu yerda tursa, bunisi nima ekan? Bu ham tuxum ekan, mana onasi. Ana. Ona. Mana ona. Ay, jinqash. Sariq. Tak. Mana tuxum, yaxshi tuxum. Hop. Bu ham yaxshi tuxum. Tak. Yana birta tuxum romka. Voy, qo'limdan tushib ketdi. Tak. Qani bu kishi nima ekan? Ha, bu ham oz. Ha, bu tomoni yaxshi tuxum. Bu tomoni ozroq tuxum.
Hop, qo'yamiz. Qani, siz kerakchi nimasiz? Siz gulchangsiz. Bo'ldi. Xo'p, birinchi romkaga tegmadim. Asal bo'lish kerak, gulchang, bu yoq hammasi tuxum. Endi tuxumlarni hammasini oldinga olamiz. Ketdi. Tuxumlarni hammasini oldinga olamiz. Ona o'sha yerdan tuxum qo'yib chiqadi. Bu yerda tuxum qo'yishga joy qolmasa, keyin bu yerga qo'ygan romkalarimizga keladi ona. Chunki ona tuxum qo'yish kerak. U tuxum qo'ymasa, bechora nima deydi? Og'riydi, hamma yer og'riydi. Tak. Ülkeden tuxum. Ha, ichi to'lib ketadi. Tak. Bu oyna ham bo'ldi. Endi keyingisiga o'tamiz. Tak. Ana, buni shunday olyapman tepaga. Hop. Tepada turadi. Qattiq shamol bo'lmasa, uchib ketmaydi. Mana amaki, almashtiramiz, sizniki zo'r. Qani arilar. Shu arilarga Alloh taolo shunaqa funksiya bergan. Bular olib kelgan asalini o'zi 1% ishlatar ekan. Qolgan 99%ni odamlar oladi. Agar Xudo shunday qilmaganida, bizlar asal ola olmas edik. Ular asal olib kelmasdi. Lekin baribir ham intilganga to'la yo'q. Yaxshi onalar chiqqan, yaxshi zotlar chiqqan. O'shalarga anav qilish kerak. Yangiliklarga intilib yashash kerak. Yo bismillah. Qani, bitta bo'lsa. Ana. Asal arisiz bo'lib qoldi. Tak, endi bunisi qoch, hamma. Qochinglar. Yo bismillah. Ketdi. Ozgina. Ha? Mana shu. Mana. Tak. Ikkita asal oldik. Yana ikkita. Mana bu bilan 3ta. Xudo olamiz. Tak. Yo bismillah. Qani. Asalmi? Ha, to'liq asal. Mana. Bunisi nima ekan? Tuxumga o'xshayapti. Ha, bu tuxum. Tuxumni olmaymiz. Joyiga qo'yamiz. Tak, bunisi-chi. Bunisi ham o'rtasida kichkina tuxumchalar bor. Ko'rinadimi, ko'rinmaydimi? Bilmayman. Kichkina tuxumchalar. Oppoq. Buni joyiga qo'yamiz. Tak. Xo'p, ikkita tuxum yonma-yon. Bundan keyin ham tuxum bo'lish kerak. Ha, tuxum. Juda kichik tuxumlar, yangi tuxumlar. Tak. Ba'zan o'rtada asal qo'yib, nima deydi, asal urib qo'yadi-da. Mana bu asal ekan, buni olaman. Tuxumlar o'rtasida asal chiqib qoldi. Mana shuni asalni olamiz hozir. Ketdi. Marhamat. Tak, endi yana zo'r asal. Kechirasizlar, tuxum. Mana zo'r tuxum. Astidan tepasigacha. Joyiga turadi. Qani bunisi-chi? Bunisi chala asal. Buni qo'yamiz joyiga. Tak, endi hozir Alishkunami? Vah. Avariya. Simni bosdim-da oyog'im bilan. Sim. Tak. Endi meni xayolim kameraga ketgandan keyin shunday bo'ladi-da. Simni hozir tepaga oldim.
Hagash narasiyasmi asal? Hay. Tak, bu turaveradi. Mana bu nima edi? Qani, asalmi ekan? Yo'q, bu gulchang ekan. Buni olmayman. Tak. Bu nima? Bo'ng'ush. Mana bu qo'y, balkim tuxum uradi. Asal olamiz. Bu asal, buni ham olamiz. Yana ikkita asal. Oila talaqaysiz. Hey, Jim. Ay, Bıçak. Ay, yaramaz. Ateşik ne adast? Merhaba. Ha. Jak miloj ne iste? Endi o'yla qilish talaqaysiz. Bu o'yla shunaqa. Chaquvchi o'yla. Endi bitta ikkita chaqadigan o'yla ham chiqadi. Yo'q, bismillah. Marhamat. Sart. Bo'ldi, bu o'yla bilan ishimiz tugadi. Hozir romkalarni oldinga olamiz. Romkani olib jim bo'l. Ayo, bu gulchang. Tursun shunday. Bitta o'ylani yopay. Bitta pauza, choy ichamiz. Keyin davom etamiz. Babay. Shirnes? Ay, gavne-ku, shir achim kunadi jabo. Navose şireceğim. Ay, noruku. Ay, bu asal ha, shirnes. Xo'p. Senga 3 ta yashiq qoldi, 3 ta yashiqni asaldan olaylik. Bismillah. Marhamat, asal. Odam og'ritarmadimi? Asal ekan bu yer. Marhamat. Dadam matchning yaga olmasmayman. Anche Holly. Chiami mai.
chala tuxumda, mayt. Ey. Namish matishni ku. Vaqt ne shir xuri ba. Mayt. Halok şunan mı gör? Çık. Çık. Namedona. Blogger naam is tu, zirko jo flag alışkate model koydu. Atı blogger naam koydu. Merhaba. این رویکاگی داده از افتاش. مرکش نیست. تخم نیسته. بودم میدونم. این مچلکای خویدگی می. همین اصل عملیگشه. گریختگی. Merhaba. Merhaba, ne tamak? Ya, orada aramadasın. Merhaba. Akıltıki man daromdagi. Ha. Ayman daridagi amagijo. Mama dame darot. Shma amagijo to mahka. Shma me darot. Go'shtaton shirinde shma ya. yoki xonadon shirinmi, namiddonam. Xo'liyam xudo to'na do'shta gap zadi-da, ayni aytaman.
bayrağı gidersen kaçtı. Ay. Yakala ramka? Yak dona? Ana tuxmaşa şmanda tiyam mı? İmba yakala tuxum doandar. Yakın ramkışın adı değil mi? O ya matıştı gibi değil mi? Ne holi? Çok mu tiyam? Evet. Kesilgeni borne. Beklo. Böyle mum ka böyle ince rampa da. Hani tamam böyle ayıyorlar. Tamam bu şöyle gel arkadaşlar. Haydi mi? Anjesh mi? Napatka beshi qushdagi, matka qushdagi. Понятно, понятно, правильно. Ya bismillah. Mana dasti rostam akor buromad. Oxirgilardan o'ng qo'lim ishlamay qoldi. Chaproq bilan ishlay olaman. Ko'rpacha dur. Jim dur. Tushma. Tak. Abbo tuxumga ekan-ku. Bunisini olish kerak. Mana, mana. Tak. Vay. Nasıl acele kılım beklo. Salın bro. Bir, iki, üç. Üçte tuxum. Yok. Qani bu nima ekan? Bu ham tuxum. Tak, keyingisi. Hoş bulduk. Tuxum ekan, tuxum. Beshta tuxum. Keyingisi nima ekan? Bu ham tuxum.
Mana armotirga tegib. Mana armotir, mana. Asta qal. Olunchi yaga hamma pishyapti. Shu ham. Namga chaqib bo'lmira. Sizlar nima saqxonaga alabosh bo'limda o'ribdi. Chidamak. Voy, bari o'zida men. Uspokоить надо, talaqaysizda ham axram. Mas qiladi, ha? Tutqatda yoqdi. Yaxtagim bo'ladi. Uspokоить надо. Endi talaqatda bo'lsa, bilaman. Adam hamma. Tanlar bura. Endi sholi. Naqshoy bilan on qatalaq. Yo'lga salom. Yana shoy. Yo'ydo. Selitra ko'rdakon, selitra. Doshman yo'q. Tiyam karam vermetist. Instrumento motet. Sabe dos mishkas tegisan. Inch yukselt? Maktabga elakaman, öyle. Ha, vaymi? Ha, orada şu şey böyle. Şerişkanda. Şulaga. Şurada gidiyor, şu mu? Kurşaya gidiyor. Adam. Ha, bunun tepadagisini bitta xaltaga olish kerak, tepadagisini. Ha, shuni aytaman, burada xaltaga kelib o'tishdi. Ha, xaltami? Xalta deb yonidagi balon bu. O'sha saqichini olasiz-da. Bu ham so'rasa ekan. Yaxshi. Mana hocam. Bekzo. Bekzo. Aquí